Gavay ni hao, ya'ni hammaga salom. Konfutsiy aytganidek, odamlarga yaxshilik qilish bu o'zingga yaxshilik qilish demakdir. Shu sababdan sizlarga Kasor Keramics injener texnologi ustasi Odil akam bilan tanishtiraman. Odil aka, qarab oling. Okay? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Abdurahmonov Odiljon 1986-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Oliy ma'lumotli professional mutaxassis, 21 yillik tajribaga ega. Toshkent shahri arxitektura instituti injener-stроительный fakulteti bitiruvchisi. Odil aka shahardagi katta dong'i ketgan obyektlarni, kafel va keramogranitlarini o'ta doya bitirib berganlar. Bulardan birinchisi eng yaqin brendini hamma franchising do'konlari. Ikkinchisi Toshkent xalqaro aeroporti Il-76 umumiy obyekti. Uchinchisi Space.uz ofislari. To'rtinchisi Nest One'dagi bir qancha studiyalar. Beshinchisi Eleron ofislari. Oltinchisi Ahmad Jo'ja ayrim filiallari. Yettinchisi Oqtosh sanatoriyasi. Sakkizinchisi Seoul Moondagi bir qancha restoran va hokazo obyektlar. To'qqizinchisi Oqtepa Lavash va hokazo obyektlari. Odil aka, shuncha to'p obyektlar bilan ishlagan ekansiz. Lekin sizni shu internet tarmoqlarida hech ko'rmaganmiz. Buni sababi nima, aka? Endi ishlarimiz ko'p bo'lgani uchun internet tarmoqlariga joylamaganmiz. Endi hozirgi kunda davr talabi bo'layotgani uchun, xudo xolasa endi ish jarayonlarimizni internet tarmog'ida joylab borish niyatlarimiz bor, buni boshlab oldik. Biz bilan birga qoling. Oldinda sizni bundan-da boshqa obyektlar kutmoqda.